Assalomu alaykum hammaga. Mana bitta Muzrabot tumanida 5-bo'limda bitta natijali patologlarni uстановка qildik. Bugun 9-mart. Ko'rishlaringiz mumkin. Полный natijali patolog bo'ldi. Uyimiz 7 metrga 3,5 metrga yaqin xona, 320 ya'ni. Ikkita lustra qo'ydik. Juda ideal darajada chiqdi, chotki. Kimga shunaqa remont xizmatlari kerak bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Lustra ham o'zimizdan, natijali patolog, jalyuzi pardalar nasib inshaalloh ustalikda qilib beramiz, optim narxlarda qilib beramiz. Surxondaryo bo'ylab remont xizmatlarini qilamiz bizda. Natijali patologdan tashqari Euro remont xizmatlari ham mavjud. Kimni qiziqtirsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin.